Qurigan terini sababidan qat'iy nazar uy sharoitida 14 kunda yaxshilash. Bu juda ham ko'p kosmetologik muolajalar ichiga kiritilgan, boshqa usullardan farqli, bu organizm ichki tarafidan kirib, butun teri yuzda, badanda, qo'lda, oyoqlardagi quriganlikka ketkazadi. Kerak bo'ladi chiya urug'i. Chiya urug'i bu teridagi barcha suvni ushlab qoladigan hisoblangan yagona urug' hisoblanadi. Kerak bo'ladi kakao. Kakao teridagi mikrosirkulyatsiyani yaxshilab, tonusini yaxshilaydi. Sut kerak bo'ladi. Sut bu juda ham terini yaxshi holatga keltiradigan mahsulot hisoblanadi. Va asal. Asal bu natural uvlajnitel hisoblanadi. Hozir tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Diqqat bilan ko'rib saqlab olinglar. 1 stakan sutga yarim pila chiya urug'i, 1 choy qoshiq kakao, 1 choy qoshiq asal solib, yaxshilab blenderlab 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'ying, bo'ldi. Mana shu mahsulotni iste'mol qilsangiz, teringiz juda ham yaxshi holatga keladi. Albatta, like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.